Salom hammaga, sizlar bilan Lehirin va bugun Taimitsu bilan Ryohonjuning heyterlari va umuman har qanday youtuberlarning heyterlari haqida gaplashmoqchiman. Hammangiz heyterlar kim ekanini bilsangiz kerak. Agar bilmasangiz, qisqacha tushuntiraman. Heyter bu ijtimoiy tarmoqdagi yoki real hayotdagi taniqli insonlarni, ularning ijodini yoki shaxsiyatini asossiz, g'arazli va agressiv tarzda tanqid qiluvchi shaxslardir. Lekin hamma heyterlar ham asossiz heyt qilmaydi. Bunga asoslar ham bo'ladi. Men sizlarga tushuntirib berdim. Endi o'z fikrimni bildirmoqchiman. Heyterlar siz boshqa odamni haqorat qilganingizdan hech qanday foyda topmaysizlar. Aktiv yig'aman deyotgan bo'lsangiz, bunaqa aktiv tez orada yo'qoladi va o'zingiz xohlagan mashhurlikka erishmaysiz. Shunchaki unutilasiz yoki kimnidir heyteri degan nom olasiz. Endi Taimitsu va Ryohonjuga qaytsak. Men shortslar ko'rmoqchi bo'lgan paytim 10 tadan 5 ta shorts ularning ko'rinishini haqorat qilayotgan bo'ladi. Va bu umuman xato ish. O'ylab ko'ring, sizni shunday haqorat qilishsa yoqarmidi? Albatta yo'q. Ularga ham yoqmaydi. K-pop guruhingizni, heyterlarni yoqtirmaysiz-ku. Lekin o'zingiz boshqani heyter bo'lyapsiz. Endi o'ylab ko'ring, sizlar va ularning nima farqi bor? Albatta hech qanaqa farqingiz yo'q. Bugunga meni gaplarim tugadi. O'ylaymanki xatolaringizni tushunib yetdingiz. Bye bye.